Assalomu alaykum do'stlar. Bugun qatyapti. Bugun yine qatyapti. Bugun sizlar bilan maktab seriali 2-sinfni olamiz. Shunaqa qilmaydi. Nima qilyapsan? Ha? Senga aytyapman, nima qilyapsan? Ishing nima? Bu meni uyimda bo'lmadi. Hozir politsiyaga aytib narsa qilaman. Ishing nima deyapman hozir? Просто ommajoyga ko'ryapman. Ko'rmayman shundaymi? Yaramas. Maktabga bormaysan? Sen maktabga chaqirgan chiqarim. Kerak edi yarim. Hozir birinchi o'ringa kitob olamiz. Ruchka olamiz, ovqat turishimiz kerak. O'tgan safar meni haydab yubordi ustoz. Bitta qaynolmadim. Endi biz yangi maktabga ko'chdik. Qanaqa maktab borib ko'rishim kerak. Birinchi o'g'lim yonida o'qirgan ikkita xonali. Xo'p, qaysi xona? Yo'q. A sinfga o'qisammikan yo Y sinfga? Qanaqa? Menimcha o'zimni ustoz. Ke. Nima bolalar kelmadi? Hozir keladi, erta keling-ku. Ismi nima? Krifer. Nima? Krifer? Qilich olmay o'ldirib qo'ysa, politsiyaga telefon qilaman. Yosh bo'ldi ham qilich bo'ladimi? Qanaqa qilich? Ammo qo'rqma, o'ldirib qo'yma. Endi qanaqa chiqaman? Bilmadim. Hop. Hozir bolalar chaqirib kelaman. Hop. Ustoz, kelibdi bolalar. Bolalar kelibdi. Nima bo'ldi? Yaxshimisizlar? Ustoz, yaxshimiz. Ismingiz nima? Darsda aytaman, xullas, o'tinglar. Birinchi darsimiz ona tili. Ustoz, ona tili. Sen boshqa maktabdan ketibsan. Hozir mana shu ko'chib ketsan-a? Ustoz. Jorji. Ana akam ham qo'shildi. Hozir akam keladi. Do'st bo'lamizmi? Ustoz. Hozir bitovshdan chaqirib kelaveraymi? Keyin hozir endi kelyapti. Tezroq bo'l. 5 minut vaqt. Qoch. Hadi. Aytmoqchi aka, siz kitobingiz yo'q-a? Kitob. Hozir sizga kitob olib kelamiz. Kitob. Ana men bittagi, haligi merlar bor. O'shada kitob bo'ladi. To'xtang. Siz kitob oling. Meni uyga olavering siz. Sizga. Bo'ldi. Kitob bo'laman endi. Kitob. Bitta sinfga yetadi. Oldu. Daftar bilmayman. Siz avval maktabimizga ketgansizlar. O'shani olib ketgan yo'q, to'xta bilan kelamiz. Ustozga tushib qo'yamiz. Ochdi. Ana akam olib keldi. Qalaysizlar? Ustoz. Ustoz. Ana ustoz bilan gaplashyapsizmi? Nima edi? Yaxshi yet. Yangilar. To'xting. Yurdi. To'xtam, bak. Yaramas. Men biz maktabga biz xonamizga kirdik. Yaramas. Seni birda kirgan o'ldiraman. Ustoz gaplashyapsizmi? Sizga kelib yordamlashamiz.
yaramaz bakgani. Kimdir bilib qolsa, qanot bo'ladi. Siz aytmasangiz kim bilmaydi. Sizlar jigarlarim, do'stlarim yo'q. O'zim hujjatlarni tasdiqlayman. Yangi keldingmi hayvonlar? Ha, yangi keldim. Yaxshi, o'tir parta, birinchi partaga o'tirasan, yashaysan. Birozni kam qilyapti hozir. Biz sha o'tiramiz do'st. Ha, meni olib o'tiraversanmi? Men ham vazifa qildim. Ha, aytmoqchi, ularda ham birinchi vazifa qilibman. Men kitoblarni ko'rinchi mana. Valla. Dars qildingmi? Ha, sen qildingmi? Конечно. Sen qildingmi? Ha, yaramaz. Kitobiy daftari yo'qmi? Marrasing. Yo'q, ustoz, so'kma. Ol kitobini. Zoling. Ustoz, bu yangi kelgan dedim sizga. Hali o'rgatgani yo'q, yaramaz. O'rgatmoqchi. Buni daftari yo'qki. Xullas, bu boshqa maktabda ko'rsatilgan menga o'xshab. Ha, tushundim. Aytmasanmi? O'rgatyapman, bitta. Qisib o'tiringlar, yaramasdan. Ma daftar ustozlar vazifa. Qarab Tekshiranchi, xo'p. Oltini bo'yicha, matematika ham. Yaxshi, bugun senga bahoyim 5. ana oldik. O'tiramiz. Maktabdan bo'lingiz, sukrani. Ha, yaramas. Balkonga chiqmaysan, yaramas. Yaramas. Men bor onasi olay kerak. Aka, onani kitobi. Boshqa xolam yo'q. Ana kitobi. Yuringda ol, o'zim aytaman. Ustoz, kitobini ne o'ylaydi da? Endi, endi. Sindir, qo'y. Yuri aka, o'zim aytib qo'yaman ustozga. Aytdim. Bak keling. Ustoz. Ha, o'g'lim. Onlar vazifa qilarkanlar. Vazifalarni bermoqchi ekanlar. Nolmas. Ha, aytganim yo'q-da. Aytmadingizmi? Endi bering tez ol. Meni xonamga chiqmam, ustozim so'kyapti. Haydavering. Ber tezroq. Yaramas, so'kma, maras. Yo'q, ustoz, yana u kim? Yaramas, seni ko'rib o'tirmagan bu o'quvchi menga zarga vazifani aytyapti. Matematikadan o'zi kana so'rayapti. Kana berdim. Ustoz. Ha, aytsa aytmoqchi edim. Kan 5 kana 5 necha? 46. Bayılır, yaramaz, konudan çıkın. Kızlar, maktabdan haydaştı. Biz kare bir şey bilmedim ki, ne bilmedim. Yine haydaştı mı demek? Ustoz, küçüğüne yetirip bilemem. Ha, ben otur. Bunu çünkü yetiremem. Makineler dersem tugadi. Ketdi. Bo'pti ustoz. Bo'pti. Ketdi. Sizga darslaringiz bormi? Hozir sizga nasib qilaman. 1, 2, 3. Do'stlar, ana biz keldik uyga. Kecha sizlar nima qilganimizni bilmaysizlar. Meni bir ekan uyda quroldi deyman, shu kunimiz ham. To'xtang, maktabga boramizmi? Maktabga hozir 9dagi maktabimga nasib etdi. Ay. Oyun usul nasılızı? Yur, menga ovqat ber. Ol, kirmay. Kirmayman. Qulplab qo'ying. Menga ovqat kerak. Ovqat. Telefoningizni olaymi? Telefonim bor. Telefoningizni sizga beraman. Qanaqa? Men nomeri ham bor. Ha, ber. Bera kerak. Men bitta ovqatim bor, sizga kerak.
Mayli. Yetadi shu bitta ovqatam. Kelaysan ko'cha. Ketis bilan kompyuterdan chiqaman o'zi. Meni kompyuter bilan chiqaman. Nima qilishim? JT'larim meni. Hop. Hozir endi chiqish kerak. To'xtang. Chiqolganisi qilmayapman. Bu hali chiqmayapman undan. Qansiz ketdingmi? Yo'q. Hozir. Hop. Telefonimni oldim. Bu yerda ekan. Hadi kuni. Alo, bu yerda aka. Ho, eshityapman. Qaydasiz? Men buni indirmay meni uryapti-da o'shanga. Qani hozir ketyapman. Qattiq o'zi ekan. Maktabga ketaman deb yurdim. Ha, Qo'rqqandan endi meni qo'yib. uylarda bormi kunlar qani. Men ko'chadaman. Kiryapman. Ko'chadaman. Ha, endi aka. Ketdingmi? Yo'q, indirmayman. Aka, ochib turing. Ochib turing. Bu ishi menga yo'q. Orqada. Qanaqa mushkul bu? Ana ketdi. Baxki, ko'z jiqralik, qara. Qaradim. Siz qaradim. Da, reker, hali nima qiladi? Ketdik. Ketdingmi maktabga? Da, ketdik hozir. Video yoqildi. Yurchi qani maktabimizga boraylik-chi. Hop. Oyda so'raman. Zapisa qildi hozir. Nima qilyapsiz? Murod durmang. Ustoz keldim. Voy Miroz, kechqurunlarga vallahi yetdi buni vazifa qilyapti. Olingan bor sinfga chiqdi, meni bolalarga o'tiryapti, yaramaz. Ya ustoz baqirmang. Dima, o'tini qil. Dima, urashma. Aka, urishmasa uni zikr keting. Va aka urman deyapti. Men kimlar qilyapti? Ukam sandi. Ketyapman. Ovqatim ham yo'q bo'ldi. Aka, Qilichimni topmaydi uryapti. qildim yo'qdi. Ular xonasiga kiring. Xonasiga kiring. Ko'tingni bor xonaga chiqing. Aka, Voy, onu meni uryapti, ustoz. Aka, uryapsizmi? Bolalar murod durdi bo'pti. Ibrahim, O'zingiz nima qilyapsiz? Bittasining hazilga Ibrahim. Ibrahim urmang. Bor yo'qol, o'zim yoshlanman. Yo'q. Bo'pti, ketyapman, ketyapman o'sha. Hozir, urmang. Uraman seni. Ibrahim. O'chori. Qo'limda chiqdi. Ustoz, meni. Qaning ko'raylikchi, yaxshi, maladesmish. Bu yerdagi dars ko'ydi aka. Ketdikmi? Ha. Urmang. Do'stlar, hozir. Sizlarga 3-chi qismda ko'rishguncha. Hop, 3-chi qism 5 lakdan chiqadi. Tak. Hayır do'stlar, 10 talakdan chiqadi video. Bolalar qo'shiq aytish boshlayapti, bilmayman. Sen nima qilyapsan menga? Ha, o'zim bana ko'ring. Urmang. Hop, do'stlar, 5 lakdan chiqadi. To'g'ri, 5 martadan 3-chi qism chiqadi. Ustozga turavering. To'g'ri, Kristian degan kanalga obuna bo'ling. Qirqqa 50 obunadan keyin stream qilish mumkin va stream qiladi biz xonamiz. Pul bo'lsanga. O'zaki qo'yman ustoz. Xo'p,